Assalomu alaykum sizlar bilan Zidgar. Ushbu video rolikda Minecraft lekin komikga o'xshagan qishloqchalar quramiz. Qanday boshladik? Qishloq quramiz. Qishloqcha emas. Do'stlar, birinchi bo'limda men nima qilmoqchiman aytaymi? Herobrine chaqirmoqchiman. O'xshamasligini bilib turib chaqiraman. Jajgalga ham kerak bo'ladi. Taxminan mana shu yerlarga chaqiramiz. To'qqizta kerak bo'ladi. Iya, bu boshqa blok ko'p qo'yman. Azkin naroz o'zidan o'lib. To'rtta redstone fakel. What the? Uy. To'xtaydi menam anu rekordga o'xshab F5 orqali barchaga salom deb turaman-da. Era birinchi ko'rishga harakat qilaman. Dak, hozircha hech kim yo'q. Buni Herobrine. Salom, birinchi bizda mana shunday kichkinagina oddiy spawn point. Spawn kelajakda katta ketadi. Xullas do'stlar, ketdi biz boshlaymiz. Hop. Nima qilmoqchi edim? Birinchilik bo'lib endi biz noyob bloklardan uy quramiz. Oltin, qaymiz, majinni. Ovoz, ezemrud, boshlang'ichga mini bol. Yo'q, mini bol qilmayman. Hayzoga o'xshab mini bol qilaylik. Ana, shuni taxlashni qilib, jemchi katta bo'laman. Kichkinagina bo'lsa. Aşağısı modern netonum. Вообще. Modern abi. Просто başında otursa burada stulda koyar. Salar almaz blokı. Blok kanunu. Mana. Bu ana. Yo do'stlar, mod ishladi-yu. Men cho'l blok qurdim. Cho'l shaxmat qilib beradi deb o'ylagandim. Bo'lmaydi. O'zim qilib chiqaman. Ver qo'l mehnati. Mana bak. Buni buzib, qo'yib chiqib, yana ham ikki barobar qiyin bo'ldi. Yaqinda ham modon o'tganman, atkanch. Qazilashni unutmayman. Chunki bunaqa mod topa olaman do'stlar. Xo'g'lasanglar sizlarga modlar kanalini tavsiya qilaman. Zidgar kanali. Do'stlar, bu kanalda ajoyib bir-biridan qiziq bo'lgan modlar bo'ladi. O'zim kanalim reklama qilishni o'rgating-ku. Hozir reklama qiladi, Archfact reklama qiladi. Archfact qilmagan. Archfact kanaliga kirib ko'rdinglar do'stlar. Rasa ovozga qo'yibdi. Kim qasing kanalni rasmini qanaqa qilay deb, yangi yillikimi yo milliy dub qo'yaymi degan. Men milliy dubga ovoz bermaslarchi, kommentariyaga yozinglar. Obuna bo'linglar. Izohda yozinglar, lekin do'stlar, siz bir ovoz berganinglar qiziqmaydi. Aytib o'shaman. Kerak qoladi. O'zim ham kerak bo'ladi. Çok. Klip çıkarız. Nimaga jim bo'ldinglar desana? Bu bo'yigini mana bu yerda bilmay qolma. Bundoq qilib video pauza qildim desam, qilmagan ekanman. Endi bilib qoldim. Bundoq qilib video ochaman ekanman.
Xullas kalom bag'ini o'ltirib chiqamaydi. Ming baravar qiyin. Endi o'ltirib chiqish. O'z jiyanim keladi yana. Maza qilamiz. Qolgan videolarni ham ko'rdinglar, like bosinglar. Asli birorta video ham yo'q, ikkita short tushadi. Kichkinagina. Hoppa. Albatta telefonim haqida qisqacha ma'lumot Telegram kanalida video qilib qo'ydim. Yaqinda YouTube'ga ham qo'yaman do'stlar. Kutib tursanglar. O'nta podpисчик bo'lgandan keyin YouTube'ga qo'yaman. Telegramda esa 0 ta podpисчик bo'lsam topa olaverasizlar. Da. YouTube'da 0 ta podpисчик, lekin sizlar telefonim haqida ma'lumot bilmaydi. Qanday javob? Maza do'stlar. 10 ta podpисчик qilib berasizlarmi yoki Telegram kanaliga kirib obuna bo'lib ko'rasizlar? Mana obuna bo'lib ko'rardim. Men qo'shimcha blog ishlatishga qaror qildim. Temir blog ham bu qadimiy narsa. Chunki bittasida 9 ta narsa bo'ladi. Konga tushib 9 ta jam o'shanda 9 ta temir top chiqsa yana kondan rosa yaxshi bo'ladi. Bitta temir blok yasolisizlar-da, uylarga ishlata olasizlar. Lekin men hech qachon shu uyni survivalda qura olmayman. Quraman, albatta, oltinni temirni topishim mumkin. Izimrod hech qachon chiqmaydi. O'zim Vishvaniyada bir marotaba topganman. Uyam tog'da, tepada pastga qo'ylab tushib ketganimda chiqib bo'lgan, olmas topaman. Shundan keyin bir topni uyda jitillarga vaqtdan yurgan. Lekin jitillar olmaydi. Bu versiyada emas. Cheaterlar. Boshqa versiya, yangi versiyalarga o'tib ketishgan ular. Shuni tashlab. Do'stlar, chiroylimi? Izohlarda yozinglar. Bu yoqqa kerak bizga. Mana bir blokka qaytaramiz. Mana. Hey. Bir blok o'ziga qaytaramiz deb xolos. Chunki bu yerda mana chiroyli dekoratsiya. Albatta buni sizlar bilan qilishga qadar maroqli. Chunki sizlar bilan qilib video olyapti, просто. Shu ana do'stlar, yana chiroyli dekoratsiya berildi. Barchalarimiz defakili va karatstone bo'ldi. Jo'ki o'zini vaqtida defakil olib qo'ygan. Ana bu tomonga, ana bu tomonga. Mana bu kirish joylariga. Ana do'stlar, bo'ldi. Ayyor endi tomonni yasagan bloklar. Ya. Lapis bilan yapaman. Mana lapis hamma blok ishlatishga qaror qildim. Hop. Afsus faqat qo'lga modernetman. O'shanda qilsangiz bo'ladi deysizlar-yu, to'ldirib qo'yadi osmonda bilaman men. Ayki yo'lishlar ko'rdim. To'lib qoldi faqat. Boy ichi to'lib qoladi. To'la qilganda boy ichi to'lib bo'ladi. Boshqalar. To'g'risini aytaylik do'stlar, bezbot qilibdim. Bitta kichkinagina cheatim bor. Bu narsa yordam beradi menga. Herobrine to'g'ri aytaman. Chidi chokoladi mana. Rosa yapshi. Do'stlar, kallamga zo'r bo'ya keldi. Men jin emasman. Lekin zo'r bo'ya keldi. Qaranglar, просто legend. Aslan to'ta qilish kerak. Nima qilganimni bilganlar izohlarga yozsin. Da, o'zi tushunishdi.
Nima bu do'stlar? Joyetma qosid va dazi. Managa bo'ladi-ku. Managa bo'ladi. Mana tashlash kerak. Mana o'shanda mana tashlash kerak. Bu turaveradi. Zitkarda yozmoqchiman xullas qolib. Boshlang'ich zayim o'xshamaydi. Chunki mana bu katta, mana bu boshqacha. Mana bu yerdan qilish kerak. Mana vazi tayyor. Joy aniq yetmasa kattalashtirama. Xullas video yoqqanmasa like va podpiska bosishni unutmanglar. Barchaga xayr. Hozirgi uchun olaman. O'tkazib olma turing.